Assalamu alaykum hörmətli televizor köykçiler. Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçiler. Uyghur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünüzden karşılamız. Aldırılan haberlerimizin muhim mazmunlarını tanıştırırız. Amerika Devlet Meclisi azaları Şarkı Türkistan'da kişilik hukukunu defsende kılış katnaşkan Xitay şirketlerini tekşürmekte. Ürümçi şehri 7. aydan başlap Turalgı Cemaat Fondunu tapşırış asasi sanını tanışıdı. Xitayning savdo urushdagi yangi ko'zlari. Merhum Ustaz Baqi Hacı Yusuf haqida. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Amerikadakı BuzzFeed xəbərlər tori Amerikadakı Rockefeller vəqfisi, Princeton Universiteti, Kaliforniya hökumət xadimlərinin pensiya sistemisi qatarlıq vəqfə, pensiya fondi və universitetlərinin Uyğur rayonunda kişilik hüququnun dəfsəndə qılınışı qatnaşıyotqan Magvi, Shentang, Haykangdakı Xitay texnologiya şirkətlərinə məbləğ sağanlığını aşkarlagan. Bu ahval xalqaro kişilik hüquq təşkilatlarının və Amerika Dövlət Məclisi əzalarının alohida diqqətini qo'zg'agan. BuzzFeed xəbərlərinin 11-iyundakı xəbərdə bildirilishicha, navbatda Amerika Avam və Kengash palatasining ba'zi a'zolari bu o'rinlarning Sharq Turkistonda mashg'ulot olib berayotgan Xitoy texnologiya shirkatlari bilan bo'lgan munosabatini qayta ko'zdan kechirishga undagan. Yuqorqi Xitoy texnologiya shirkatlarining Xitoy hukumati bilan hamkorlashib, Sharq Turkistonda yuz tonish apparatlarini o'rnatishi, yerli xalqlarga qarata umumyuzlik digital taqib sistemasini yo'lga qo'yishi kishilik huquq tashkilotlarining va Amerika Davlat Majlisi a'zolarining zo'r andisini qo'zg'ab kelayotgan masalalarning biri edi. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio BuzzFeed xabarlarga bergan bayonotida Xitoy 30 trillion dollarlik Amerika sarmoya bozoriga cheklimsiz kirish imkoniyatini suiiste'mol qilib, o'zining harbiy tahdidi, josuslik harakati va qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligini sarmoya bilan ta'minlamoqda. Ammo buning xotimi berish vaqti keldi degan. Kishilik huquq mutaxassislarining ilgari surishicha, Amerika Davlat Majlisi a'zolarining bu masalaga diqqat qilishi kishilik huquq dafsanchiligining javobgarligini surishtirishdagi muhim bir chiqish nuqtasi ekan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining oliy darajalik tadqiqotchisi Henry Shajivskiy yuz tonish apparati, ko'z tonish texnikasi qatorliq har xil kuzatish apparatlarini o'z ichiga olgan taqiqlash texnikasi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishda ishlatilayotgan xalqlik qurollarning biridir. Shunga bu shirkatlarga qarshi ma'lum tadbirlarni elish bu rayondagi bostirishlarga xotima berish yo'lidagi muhim chiqish nuqtasidir deganlarni bildirdi. Lekin Henry Shajivskiyning qarashicha, bu vositalar Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligining javobgarligini surishtirishga yetarli emas ekan. U Yershari Magnitsky kishilik huquq qonuni, Yershari diniy erkinlik qonuni, Amerika hukumatining qo'lidagi unumli vositalar bo'lsa-mu, lekin uning nishonliq shaxslarga qaratilganligi, hozir maxsus Uyg'urlarni nishon qilgan bir qonunga ehtiyoj borligini bildirdi. Henry Shajivskiyning ilgari surishicha, Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining tezroq ma'qullanishi zarur ekan. Xitay Xalq Tori Uyg'urcha kanalining 13-iyun Beyjingdan bergan telegrammasida iyul oyidan boshlab Ürümçi shahri 2019-yillik Turalg'u Jamoat Fondi topshirish asosiy sonini ijro qilib, eng yuqori topshirish asosiy soni 16599 yuan, eng tuvan topshirish tüp soni 1620 yuan bo'ladi. Yaqinda Ürümçi shaharlik Turalg'u Jamoat Fondini boshqarish markazi Ürümçi shahrining 2019-yillik Turalg'u Jamoat Fondini topshirish asosiy son nisbati va oylik topshirish summasining yuqori tuvan chekini tanishib to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, 15-iyundan 31-iyulgacha Ürümçi shahri munosib tanishish xizmatini ilib boradi ekan. Turalg'u Jamoat Fondining oylik topshirish summasi ikki qismdan tarkib topgan. O'rinlarning oylik topshirish summasi bilan shaxslarning oylik topshirish summasi, bu ikki turli topshirish summasining hammasi ishchi xizmatchilarning shaxsiy Turalg'u Jamoat Fondi ischottiga kirgizildi ekan. Ularning oylik topshirish summasi bo'lsa, ishchi xizmatchilarning Turalg'u Jamoat Fondi topshirish asosiy soni bilan o'rinlarning Turalg'u Jamoat Fondi topshirish nisbatiga ko'paytirish orqali erishildi ekan. Shaxslarning oylik topshirish summasi ishchi xizmatchilarining Turalg'u Jamoat Fondi topshirish tüp soni ishchi xizmatchilarining Turalg'u Jamoat Fondi topshirish nisbatiga ko'paytirildi ekan. Ikki turlik hisoblash natijasi ayrim-ayrim putulinib qo'shilgandan keyin ishchi xizmatchilarining Turalg'u Jamoat Fondi oylik topshirish summasi bo'ladi ekan. 2019-yillik Turalg'u Jamoat Fondining topshirish tüp sonining yuqori tuvan cheki bo'yicha ayrim-ayrim hisob qilindi. Yillik yuqori cheki 16599 yuan xalq puli. İşçi xizmatchilarning o'zi va o'rinlarning 12% bo'yicha topshirish nisbati bo'yicha hisoblanib, oylik topshirish summasining yuqorqi cheki 3984 yuan xalq puli bo'ladi. Uning ichida shaxslarning 1992 yuan xalq puli, o'rinlarning 1992 yuan xalq puli bo'ladi ekan. Amerika bilan Xitoy savdo urushining kuchayishi bilan Xitoy Amerikaga qarshi yangi ko'zir qo'llanmoqchi bo'layotganligi, shundaqla Xitoy kontrolligidagi oz uchraydigan tabiiy qazilma mineral moddalar ekanligi bildirilgan. Xitoy axborot vositalarida Xitoy Amerikani dunyoda oz uchraydigan tabiiy qazilma mineral moddalarning eng ko'p ta'minlovchisi sifatida tahdid solgan. Az uchraydigan tabiiy qazilma mineral moddalar bo'lsa, 17 xil magnit va o'tkazuvchan qazilma boyligini ko'rsatadi.
Bu moddalarning ko'p qismi texnologiya aslahalarini qo'zg'atish roliga ega bo'lib, bu moddalar aqliy iqtidorli telefon, qo'l kompyuter va aqliy iqtidorli yangratqularni yasashda eng muhim zapchastlardan hisoblanadi. Tabiiy qazilma mineral moddalar boshqa davlatlarda ham topiladi ekan. Lekin bu moddalarni bexatar qazib chiqarish tas bo'lib, Xitoy bu moddalarni qazish ishlatilgan odam kuchi azon va muhim bo'lganishga ahamiyat bermaganlik sababidan bu mineral moddalarning asosiy ta'minlaguvchisi bo'lib qolgan. Uningdan sirt dunyodagi tabiiy qazilma mineral moddalarning 3dan 1 qismi Xitoyda topiladi ekan. Hamda azon setish orqali boshqa raqobatchi davlatlarning bozoriga ta'sir yetkazgan ekan. Bu moddalar texnologiya asalaridan sirt Amerika qo'llanayotgan muhim qurol sistemalarida muhim rol o'ynaydi ekan. Oldingi yili 5 burchakli bino Trump tayyorlagan dokladga asoslanganda Amerika bu moddalarni lazer, radar, sonar, qorong'ulikda ko'rish sistemasi, boshqarilgan bombalarning boshqarish sistemasi, ko'rish aeroplanlarning motor qismi va o'q o'tmas mashinalarni yasash uchun ishlatadi ekan. 2014-yildan 2017-yilgacha Amerika import qilgan oz uchraydigan tabiiy qazilma mineral moddalarning 80% Xitoydan kirgan ekan. Shunga analizchilarning faraz qilishicha, oz uchraydigan tabiiy qazilma mineral moddalar Xitoy qo'lini oladigan bir ko'ziri deb qaramoqda ekan. Özünün bütkül hayatını Uyghur tibbiyatçılık işleri taraqqiyotiga bag'ishlagan Uyghur tibbiyatçılık mutaxassisi mərhum Ustaz Baqa Hacı Yusuf 1933-yili Xotanlup nahiyəsinin hazırkı buyan yesida tibib ailesi tug'ilgan. O o'smirlik va yosh chaqlarida o'z yurtida tibbiyatchilikka doir dastlabki asosga ega bo'lgandan keyin dadasiga agishib Xotan, Qashqar, Urumchi qatorliq joylarda tibiblik qilgan. 1981-yildan boshlab Abdumur rayonlik Uyg'ur tibbiyat shifoxonasining ichki kasalliklar bo'limida ishlagan. Hem uzun yillik amaliy tajribasiga asosan Uyg'ur tibbiyotida davolash bir qadar qiyin. Murakkab bo'lgan hazm qilish sistemasi kasalliklari, qon tomir sistemasi kasalliklari, nafas yo'li, suyduk yo'li sistemi kasalliklari va bo'g'im og'riqi kasalliklariga diagnoz qo'yish va davolashda ko'rinarli natijaga erishgan. Ham tadqiqot bilan shug'ullangan. Adrasman malhimining yangi dori tadqiqoti va g'ayri tabiiy savdo xilatidan bo'lgan kasalliklarni kelinkilik diagnoz qo'yish usuli va tajribalarni hozirgi zamon fan texnikasi bilan birlashtirib tadqiq qilish qatorliq davlatlik fan tadqiqot temalarini ishlab Uyg'ur tibbiyatchilik ishlarini ilgari surgan. Ham zukam javiri, quvvati a'lo ichimligi, anar sharbati, qizilgul gulqanti, chayliq, siyodam meyi qatorliq dorilarni yangi dori o'lchamiga kirgizib, keng ko'lamda ishlatishga asos solgan. Səhiyyə Ministerligi tarafidan tuzilgan Uyg'ur tibbiyot qomusini tuzish xizmatiga qatnashgan. 2003-yili ichilgan xalqaroliq Uyg'ur tibbiyotchilik yig'inining ilmiy maqolalar to'plamini tuzish xizmatiga qatnashgan. 26 partiya ilmiy tadqiqot maqolasini e'lon qilgan. Ustaz Baqa Hacı Yusuf hayat vaqtida Abdunum rayonlik Milliy tibbiyotchilik ilmiy jamiyatining mudiriyat a'zosi, Abdunum rayonlik Qizil Kirsit jamiyati, Abdunum rayonlik 4-navbatlik fan texnika qurultiyining vakili, Abdunum rayonlik yangi dorilar tekshirish guruhining a'zosi, Abdunum rayonlik səhiyyə sistemasidagi munavvar mutaxassislar bağlash guruhining a'zosi, Abdunum rayonlik Jo'yi Milliy səhiyyə xodimlarining oliy darajalik unvonlarini bağlash komitetining a'zosi, Xalqaroliq Uyg'ur tibbiyotchilik yig'ini tashkiliy hay'ati, Uyg'ur tibbiyotchilik jurnali tuzish hay'ati qatorliq vazifalarni o'tagan. Abdunum rayonlik xalq hukumati tarafidan munavvar kasbiy texnika xodimi, Abdunum rayonlik səhiyyə sistemasi bo'yicha mamlakatlik ilg'or xizmatchi, munavvar mutaxassis bo'lib bağlangan. U yana Jungo Jo'yi tibbiyotchilik dorilarini boshqarish idorasi tarafidan bekitilgan. Uyg'ur tibbiyot aspirant yetakchisi, Abdunum rayonlik Milliy tibbiyotchilik ilmiy jamiyatining faxriy raisi edi. Mərhum Ustaz Baqa Hacı Yusuf 2014-yili 4-oyning 11-kuni Urumchida 82 yoshida vafot bo'lgan. Mehribon Allah mərhumning yotgan yerini jannat bog'chalaridan qilib bersin. Xabarlarimizni ko'rganinglar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.